Assalomu alaykum. Ushbu videoda siz nega bot ishlamayotganini va uni ishlatish uchun nima qilish kerakligini bilib olasiz. Siz BotPlace platformasida o'z botingizni yaratdingiz, to'liq sozladingiz. Bot fazerga o'tib, username'ni bosdingiz va botni ishga tushirdingiz. Lekin baribir bot ishlamaydi. Qanchalik ko'p start buyrug'ini bosmang, bot ishga tushmaydi. Nima qilish kerak? Eng birinchi navbatda qurilmangizda internet borligini tekshiring. Ba'zan shunday bo'ladi, siz botni sozlab qo'yasiz, keyinroq uni tekshirmoqchi bo'lasiz. Lekin nima uchundir internet o'chgan bo'ladi. Internet bo'lmasa, bot ishlamaydi. Bu juda oddiy sababdek tuyuladi, lekin ba'zida buni payqamay qolish mumkin. Agar internetingiz bor bo'lsa-yu, bot hech qanday javob bermayotgan bo'lsa, demak, botingiz BotPlace platformasiga ulanmagan. Uni ulash uchun bot fazerga kirib, My Bots tugmasiga bosib, o'zimizning botimizni ustiga bosamiz va berilgan API tokenni olib, BotPlace platformasiga ulab qo'yamiz. Botni tekshiramiz. Agar u hali ham ishlamasa yoki avvaldanoq platformaga ulangan bo'lsa, keyingi qadamga o'tamiz. Balki bot tokeni bir nechta servislarda ishlayotgandi. Masalan, siz uni BotPlace'da ko'rsatgansiz, lekin undan oldin uni Controller Bot, LiveGram yoki boshqa joyda ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Agar tokenni ikki xil servisda ishlatilgan bo'lsa, bot ishlamaydi. Bu holatda sizga tokenni qayta yaratish kerak bo'ladi. Buning uchun bot fazerga qaytadan kiramiz. Revoke current token, ya'ni joriy tokenni bekor qilish tugmasini bosamiz. Shunda bot fazer yangi token yaratadi. Yangi tokenni nusxalaymiz. Endilikda BotPlace'ga qaytamiz. Telegram ulangan kanalni tanlaymiz va udalить tugmasini bosamiz. O'chirishga rozimisiz? Bildiramiz. O'chirishga roziligimizni bildiramiz. Keyin qaytadan akkaunt qo'shishni bosib, yangi tokenni qo'yamiz va saqlash tugmasini bosamiz. Endi botni tekshirib ko'ring. Katta ehtimol bilan u ishlay boshlaydi. Agar u hali ham ishlamasa, harakatni davom ettiramiz. Yana bir sabab, botning sozlamalarida deaktivatsiya qilingan bo'lishi mumkin. Buni tekshirish uchun BotPlace'da chap menyudan Настройка bo'limiga o'tamiz. Agar aktivirovать bota belgisi o'chirilgan bo'lsa, uni yoqish kerak va сохранить tugmasini bosing. Shundan so'ng bot ishlashi kerak. Shuningdek, ssenariyda bloklar to'g'ri ulanganini ham tekshiring. Start blokidan birinchi xabarlar zanjiriga strelka bormi? Bloklar o'zaro tutashganmi? Bot ishlamasning yana bir sababi qandaydir xabarlar zanjirida matn kiritilmagan bo'sh joy borlig'i bo'lishi mumkin. Va bizdan ko'p so'raladigan muammolardan biri bot xabardan oldin chiqadigan 3 ta nuqtani qanday olib tashlash mumkin. Agar bot xabardan oldin 3 ta nuqta yuborsa, demak siz bir zanjirda nearline va inline tugmalarini bir vaqtda ishlatayotgan bo'lasiz. Barcha tugmalarni bir xil ko'rinishga keltirish uchun kerakli xabar zanjiriga kiring va Настройка klaviatura tugmasini bosing. Agar u yerda turli tipdagi tugmalar bo'lsa, bot 3 ta nuqta yuborishi mumkin. Lekin agar barcha tugmalarni yo inline yoki nearline qilib belgilasangiz, 3 ta nuqta chiqmaydi. Nega ssenariylar orasida o'tish ishlamaydi? Agar bot bir nechta ssenariyda yaratilgan bo'lsa, bitta ssenariyda ikkinchisiga o'tish uchun albatta ssenariy degan blok bo'lishi shart. Ushbu bloksiz asosiy ssenariydan boshqa ssenariyga tugma orqali o'tish mumkin emas. Shuningdek, ssenariy blokining ichida aynan qaysi ssenariyga o'tish kerakligini aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Va oxirgi sabab,
foydalanuvchi botga qandaydir savol yozgandan so'ng sizga xabar keladi va siz o'sha xabarga BotPlace platformasidagi xabarlar bo'limiga kirib javob yozganingizdan so'ng bot avtomatik tarzda 15 daqiqaga o'chiriladi va siz uni qo'lda xohlasangiz ko'proq vaqtga o'zgartirsangiz bo'ladi, vaqtinchalikka o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki umuman o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin bizga uni qayta yoqish kerak. Natijada bot ishlaydi. Shunday qilib, botingizni yuqoridagi barcha sabablarni tekshirib chiqing. Katta ehtimol bilan bot ishlab ketadi. Shunga o'xshash qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing.